Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va do'konimiz xaridorlari. Bugungi obzorimizda Damas original chexolimizdan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Videomizga like, podpiska, kimga narx qiziq bo'lsa, narxini ham oxirida aytamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, ponni tushuntirib o'taman. Hop, bunimiz tevasiga arg'amchilik materiallar qo'yilgan, o'ta chatki bo'ladi. Yo'llarda podushkalari bor. O'ttalarga turetskiy material ishlatilgan, materiali ham o'ta zo'r. Buni olib bir xarid qilib ko'rsani ham bo'ladi. Farqi materiali ham boshqa chexolga qaraganda o'ta sifatli, chiroyli material ishlatilgan. Hop, bunimiz oxirigacha 3 qator ham o'sha rombeli material bo'ladi. Taglari iplar o'sib yotmaydi, chipir-chipirli yopishqoqli, sifati ham o'ta zo'r. Hop, ko'p chexollarda oldiga toza material ishlatib, orqasiga o'zbekcha material ishlatilgan. Bunimizni oxirigacha ponni bir xilda yaxshi materialdan ishlatilgan. O'ttalarga turetskiy material, yoniga o'ttaga koja aralashtirilgan, rombeli qilib. Video ham zo'r. Asosiy choklarga ham o'ta zo'r, uncha ketib qolmaydi. Yaxshi oyoq tegadigan joylari ham kojali bo'ladi. Hop, o'tiradigan joyi bu. Mana oxirgi sidina orqasi, qog'oz sidinalarga xuddi shunaqa o'ttiz orqalari ponni rombeli chiqqan. Choklar ham 2 qavatli. O'ttasi aytib o'tilgandan turetskiy materialli, o'tta ikkita yoniga rombeli materiallardan ishlatilgan. Sifati den e'tibor berilgan. Yaxshi chexol qo'yaman degan insonlarga tashlab qo'yarsizlar shu videoni. O'zbekcha variantlarimiz ham bor. Ularni ham tanishtirib o'tamiz vaqt kelganda. Hop, podgoloniylarimiz materiallari ham guliga ham adden e'tibor berib, bitalak qizartirib qo'yasizlar. Orqalari rombeli, o'zini arg'amchisi bor, shunday kiyiz totib qo'yiladi. Yosh bola shiraq qo'li bilan, dog', kir qo'llar bilan ushalsa, etni tozalashga zo'r. Kimi buni narx qiziq bo'lsa, narxini 750 ming so'm oz-moz kelishtirib beramiz. Barchani do'konimizga kutib qolamiz.